Biz yuqorida suhbatimizning boshida Jaloliddin Rumiy qaddasallohu sirrahuning so'zlarini aytib o'tdik. Allohga qul bo'lgan kunimdan men ozodman deyaptilar. Bu gapni Qodi Iyos ham Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning biz musulmonlar ustimizdagi haq huquqlarini sanab bergan zot, shifo kitoblarining sohibi Qodi Iyos. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning haqlarini ado qilgan inson hamma dardlardan shifo topadi. Shuning uchun ham u zot bu kitobning mualliflari Payg'ambar oshig'i alayhissalatu vassalomni Rumiy hazratlari kabi quyidagi baytni aytganlar arab tilida. Va mimma zadani sharafan va izza va kittu bi akhmasayya ata surayya dukhuli tahta qawlika bi ya ibadi va an sayyarta ahmada li nabiyya. Ya Rabbi deyaptilar bu zot. Allohga munojat qilyaptilar. Ey Rabbim, menga sharaf o'laroq, izzat o'laroq menga kifoya qiladi. Shu darajada yetadiki, shu darajada menga sharaf, izzat o'laroq kifoya qiladiki, men hatto oyoq kiyimim bilan Surayyoni ezaman, bosaman deyaptilar. Nimani hisobiga? Men nega bunchalik baxtiyorman? Men nimani hisobiga bunchalik azizman? Nega men nimani hisobiga bunchalik sharafliman deyapman? Mendagi sharaf nima edi? Bunchalik meni Surayyo yulduzini ham pastda tur, men sendan balandman deydigan darajaga olib chiqish. Gap shundaki, dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Allohim, seni ey bandam degan so'zingni tagiga kirganimga menga yetadi bu narsa. Ya ibadi, ey bandalarim desang, men borman orasida. Menga bu sharaf yetadi deyapti. Va ansayyarta Ahmad ali nabiyya. Hazrat Ahmad alayhisolatu vasallam menga nabiy qilib qo'yding, menga bu sharaf yetadi. Men endi Surayyo yulduzidan yuqoridaman. Rahimahullohu taala.